Eski beton. Pena beton issiq o'tkazmaydi degan savolimizga hozir amaliyotda javob beramiz. Ko'rishlar mumkin. Pariskiy beton. Ya bu yonyapti. Hozir qo'shamiz. Orqa tarafdan qo'llar bilan o'tamiz. Orqasiga o'tyaptimi yo'qmi aka? O'tmayapti. Pena beton sostavi men qum, pena konsentrator, uzun tuyg'ulardan iborat. Bu pena betonimiz yozda tashqaridagi issiqni ichkariga kirgizib bermaydi. Qishda bo'ladigan bo'lsa ichkaridagi issiqni tashqariga chiqarib bermaydi. Bir minutdan beri yonyapti. Aka orqasiga o'tyaptimi yo'qmi? Issiq, lekin 309 bor. Pena beton. Pariskiy beton. Buni yana bitta afzal taraf shundaki, bu 1 kvadrat metrga o'rtacha 35-40 kilo tushadi 10 santimetr qalinlikda.